Tasdiqlangan hislar. Muallif Hazel. 7-qism. Denis. Uyqudan ko'zlarimni ochganimda quyosh derazamdan o'tib ketgan edi. Tushundimki, allaqachon peshindan o'tgan. Tortib o'rnimdan turdim. Yuz-qo'limni yuvib, ko'zguda o'zimga termilib o'tirganimda telefonim jiringladi. Qarasam, dadam qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Alo, eshitaman dada. Qizim, shirkatga kela olasanmi? Albatta, nimadir bo'ldimi? Ichimga g'ulg'ula tushib gapirdim. Nahotki Emir otamga hammasini aytgan bo'lsa, yoki qandaydir muammo chiqib, dadam bilib qoldimikin? Ha, tinchlik. Kelsang bafurja gaplashamiz. Aytgancha, kecha uxlay olmaganim uchun kechqurun chiqib ketgandim. Sizni bezovta qilgim kelmagandi. Uzr, dada. Mayli, men ishongan inson yoningda bo'lgani uchun ham xotirjam bo'ldim. Dadam Ibrohimni nazarda tutayotganini bilib indamadim. Xullas, tezroq kel, xo'pmi? Xo'p, dadajon, rahmat. Yarim soatda yetib boraman. Shunday deb telefonni o'chirdim. Kechagi asabiyliklar yodimga tushib, og'ir xo'rsingach, ketish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Negadir xayolimga Emir keldi. U uydamikin yoki o'zi shaxsiy kvartirasida qoldimikin? Kechagi unga aytgan hamma gaplarimni juda yaxshi eslayman. Balki nihoyat so'zlarim ta'sir qilib, qaytib ko'zimga ko'rinmas. Har qalay, shunisi tinch. Hech bo'lmaganda muammo bo'lmaydi. U qanchalik mendan uzoq bo'lsa, menga shunchalik yaxshi. Eski hislarga doimgidek vaqt davo bo'la oladi. Uni butunlay yuragimdan va xayollarimdan yulib tashlayman. Tez orada bari osonlashadi. Kuchli bo'lishim kerak. Shu xayollar bilan shirkatga ham yetib keldim. Dadamning xonasiga kirganimda ichkarida Ibrohim va uning otasi bor edi. Nihoyat dadam meni nega chaqirgani ma'lum bo'ldi. Og'ir nafas olib ichkariga kirdim. Xayrli kun, dada, xayrli kun. Ibrohimning otasiga va o'ziga sezdirmay nigoh tashlab salomlashdim. Xayrli kun, qizim. Xush kelibsan. Kel o'tir. Dadam ko'rsatgan o'rindiqqa, ya'ni Ibrohimning orqasiga o'tirdim. Bu yerga seni chaqirishimdan maqsad Ibrohim to'yni shu oyning o'zida o'tkazib yubormoqchi ekanligini aytdi. Ammo men shoshilmaslikni aytdim. Shu sababli ikkingiz bir-biringizni yaxshiroq o'rganishingiz uchun do'stim bilan kelishgan holda sizlarni Antepga sayohatga jo'natmoqchimiz. Bu gapni eshitib, hayrat bilan Ibrohimga qaradim. U esa mendan sinchkov ko'zlarini uzmadi. Shu vaqt eshik ochilib, Emir ko'rinish berdi. Kel, Emir, o'tir. Otam shunday deb menga o'girildi. Yolg'iz o'zingni yuborgim kelmay, akangni ham sherik qilib qo'shib yuboryapman. Ibrohimning singlisi Bahor ham boradi. Menimcha, juda yaxshi sherik bo'ldingiz. Emirning ismini eshitishim bilan yuragim taka-puka bo'lib ketdi. Emir ham boradimi? Ibrohimga tezda qaradim, ammo uning yuz ifodasi o'zgarmagandi. Aftidan otam yolg'iz ikkimiz ketishimizga qarshilik qilgan. Bu esa Ibrohimga yoqmayapti. Ayniqsa Emirning borligi. Ha, men ham boraman. Javobdan keyin unga qayrilib qaramadim ham. Demak, kelishib oldik. Ibrohimning otasi ham mamnun bosh chayqab qo'ydi. Dadamning xonasidan uchalamiz oldinma-ketin chiqarkanmiz, ichimdagi xavotir 2 baravarga oshganini his qildim. Bir nuqtaga qarab xayol surib qolganimda qarshimga Emir keldi. Yaxshimisan? Boshimni ko'tarib unga qaradim. Hali javob berib yoki undan uzoqlashib ulgurmasimdan ortimdan Ibrohimning ovozi keldi. Denis,
Meni amakivachchang bilan yolg'iz qoldira olasanmi? Ortimga o'girildim. Ibrohim menga gapirsa-da, ko'zlari g'azab bilan Emirga tikilgandi. Denizni ovora qilish shart emas. Ikkisining bir-biriga yov qarash qilib turganini ko'rib, o'rtalariga turib oldim. Iltimos, bas qilinglar. Ibrohim menga qaramay qo'limdan tutdi. Emir Ibrohim tutib turgan qo'limga qarab turarkan, g'azab bilan past ovozda gapirdi. Bu suhbatni boshqa joyda davom ettiramiz. Hech qanday suhbat bo'lmaydi. Qat'iy gapirdim. Chunki hozir bu ikki inson o'rtasidagi olovni yonishiga men sababchi bo'lyapman. Iltimos, boshqa janjallashishga toqatim yo'q. Ikkingiz ham bu ahmoqgarchilikni to'xtating. O'tinaman sizlardan. Emir va Ibrohim ko'zlarini bir-biridan uzib uzoqlashdi. Yengil nafas chiqarib barmoqlarimni Ibrohimnikidan ajratib oldim. U menga savol nazari bilan qaradi. Biroz xoli qolmoqchiman. Juda charchadim. Gapimni tugatgach, lift tomon bordim va eshiklar yopilgunicha ularga o'girilib qaramadim. Bir necha kundan so'ng nihoyat ketish vaqti keldi. Albatta, Antepga samolyotda ketolmaymiz. Shu sababli ham alohida umumiy qora furgonda safarga yo'l oldik. Kayfiyatim rasvo edi. Hech qanday ifodasiz mashina derazasidan atrofni tomosha qilib ketardim. Juda ham asabiyman. Chunki Ibrohimning singlisi Bahor biz bilan borolmagani uchun uning o'rniga amakimning ikki qizi Xazan va Elif qatorimizga qo'shilib olgandi. Naqadar ajoyib kun. Denizni ertalabdan jin chalib ketgan shekilli, avzoyi buzuq. Xazanning tegishtirib gapirishiga e'tibor bermadim. Tezroq o'sha manzilga yetib olsak-u, shu mashinadan tushib qolsam. Manzil tomon yaqinlashar ekanmiz, havo biroz salqinlasha boshladi. Nihoyat mashina to'xtadi. Hammamiz tushib, bir bo'lib yig'ildik. Bu vaqt Ibrohim qo'lidagi kurtkani ustimga tashlab qo'ydi. Albatta, ko'ngli oq ikki amakivachcham bundan xursand emas edi. Ibrohimga sekin jilmayib qo'ydim. Emir esa o'zini bu manzaradan uzoqroq olib o'tishni istadi shekilli, mashinadan yuklarni tushirish bilan mashg'ul bo'ldi. Menimcha endi u meni bezovta qilmaydi. Kech tushishi bilan dala hovliga joylashdik. Manzara juda go'zal edi. Hammamiz och qolganimiz uchun taom pishirishga qaror qildik. Masalliqlarni ajratib, yuvish uchun idishga soldim. Xazan va Elif esa kerakli idishlarni tayyorlab turdi. Shu vaqt Elif men tomon kelib ishimni kuzatdi. Kelinoyim uy ishlarida no'noqligi haqida oyim ko'p aytardi. Sen unday bo'lmasang kerak, to'g'rimi? Axir doim dadamga o'xshayman, oyimga emas, deb aytasan-ku. Ikki qiz bir-biriga imo-ishora qilib kulib yubordi. Qo'limdagi yuvilgan kartoshkani idishga taqillatib tashlab ularga jilmayib qo'ydim. Sen esa xuddi oyingni o'zisan, chunki faqat tiling ishlaydi, miyang va qo'ling emas. Asabim buzilib, uni turtib o'tdim va sabzavotlarni artishni boshladim. Bu vaqtda yigitlar tashqarida o'choq uchun o'tin yorishayotgan edi. Ammo ichimdagi ovoz ular o'tin o'rniga bir-birini chopib qo'yishmasa bo'ldi deb turardi. Ish qilib sayohatimiz tinchlikda o'tsin. To'nka ustiga o'tinlarni taxlab bolta bilan zarb bergan Ibrohim ortiga o'girildi va Emirga savol berdi. Amakivachchangdan xavotir olib, amakingga birga borish taklifini berdingmi? Javob berishga majburmanmi? Emir ikki bilaklari ostidagi o'tinni Ibrohimning oyoqlari ostiga uloqtirdi.
Istehzo bilan unga qaragan yigit lab chetida kulib yerdagi o'tinlarni oldi va ikkiga bo'lishda davom etdi. Meni qanday odamligimni bila turib ham oyog'im ostida o'ynashayotganing kulgimni keltiryapti. Emir bir zum to'xtab qoldi. Bilaman, Emir Qarachay. Ortimdan surishtirib, ancha-muncha sirlarimni bilib olgansan. Doim ham halol yo'l tutmasligimni aniqlagan birinchi odam emassan, har qalay. Denizga zarar yetkazish haqida o'ylama ham. Deniz, unga zarar bergandan ko'ra o'zimni o'ldirish osonroq. Aftidan taslim bo'lgansan shekilli. Ma'noli qosh uchirgan yigit yerdagi o'tin bo'laklarini olgancha jilmayib qo'ydi. Bunday deganim yo'q, ammo harakatlaringdan sezilyapti. Bilasanmi nima? To'g'ri qilyapsan. Ahmoqona his-tuyg'ularing bilan o'zingni va Denizni jarlikka yo'naltirgandan ko'ra undan uzoqroq yur. Zero salbiy ta'siring unga tegmasin. Emir indamadi. O'zini bosgancha Ibrohimning yoniga kelib, o'zi ham o'tin yorishni boshladi. Uni senga nisbatan hislari bor deb o'ylaysanmi? Emir mujmal gapirdi. Ibrohim daraxtga suyangancha savolga javob qaytardi. Uni senga nisbatan hislari borligini bilaman. Ikkilanmay tan oldi yigit. Emir bundan biroz hayron bo'lib qoldi. Ammo bu meni qo'rqitolmaydi. Chunki hamma hayoti davomida noto'g'ri insonlarni sevib qoladi. Birga bo'lishlari imkonsiz bo'lgan, bir-birlari uchun xato bo'lgan insonlarni. Ammo vaqt o'tib anglab yetishadi. Aslida yuraklari ularni qayerga boshlab ketayotganini. Ayniqsa ayollar. Ayol qalbi sevgisi uchun qanchalar aqldan ozishi-yu, qanchalar sodiq qolishi. Sevganda telbaga aylanishini hamma erkaklar ham tushunib yetmaydi. Ular bir tola sochlariga arzimaydigan erkaklar uchun tinmay kechalari ko'z yosh to'kishadi. O'zgasiga ketolmaydi, chunki yuragi bittasini deydi. Ammo o'sha erkak bilan qololmaydi, chunki bu uni xarob qiladi. Faqat kuch topganlargina va butkul sinib ketganlargina yuraklaridan boshqaruvni tortib olib, hammasini aqlga qo'yib beradi. Vaqt o'tib esa hayotlariga mukofot bilan to'g'ri inson kirib keladi. Ammo osonlikcha imkon berishmaydi. To'g'ri inson esa oxirigacha harakat qiladi va so'ngida qalblarini zabt etib, eski sarqitni o'chirib yuborishadi. Uzoq vaqt olsa-da, ammo bu shunga arziydi. Men ham Deniz uchun bu ishni qilaman. Unga shunchalik ko'p mehr va sevgi beramanki, senga bo'lgan og'riqli va kuchli hislari butun umrga qalbidan o'chib ketadi. Kurashishdan qo'rqmayman. Emir, men sen emasman. Ibrohim gapini tugatgach, Emirni yolg'iz qoldirib, bog' ichidan chiqib ketdi. Emir Ibrohim aytgan har bir so'zni miyasida aylantirib, tahlil qilarkan, o'zidan nafratlanib ketdi. Chindan ham, u Denizga arzimaydi. Hech qachon arzimagan. Shu xayollar bilan bir qarorga kelib, o'rnidan turdi. Ichkariga yo'l olarkan, u yerda Deniz va ikki singlisi dasturxon yozishayotgan edi. Tashqaridan esa Ibrohim qo'lida ko'rida pishgan go'shtni ko'tarib keldi. Gaplashib olaylik. Shu vaqt Deniz ikki yigitga xavotir bilan qaradi va tezda oldilariga turib oldi. Faqat bugun emas. Xavotir olma, shunchaki suhbatlashmoqchiman. Emir yumshoq ohangda javob qaytargach, Ibrohimga o'girildi. Ibrohim ham bu qarash ma'nosini tushungach, Denizga hammasi joyida degandek imo qildi. Ikki yigit tashqariga chiqqach, Emir gap boshladi. Sen bilan oxirgi marta bu mavzu bo'yicha gaplashib olmoqchiman. Ibrohim boshla degandek
ishora bilan qo'llarini chalmashtirdi. Agar niyating jiddiy bo'lsa, o'z xavfli ishlaringda uni himoya qilolsang, doim yaxshi ko'rib, azob bermasang, men ortiq uni bezovta qilmayman va bu yerdan ketaman. Faqat va'da ber. Ibrohimning yuzi o'zgarmay turardi. Ammo dadil javob qaytardi. Uni kerak bo'lsa, o'zimdan ham himoya qilaman. Emir bosh chayqadi. Juda soz, demak, aqlli insonlardek kelishib oldik. Ibrohim yengil jilmayib qo'ydi. Nihoyat, to'g'ri qaror qabul qilganingdan xursandman. Emir javoban istehzo jilmaydi. Seni foydangga, Denizning foydasiga, Ibrohim to'g'rilab qo'ydi. So'ng davom etdi. Aytgancha, yana bir yaxshilik qilib, hordig'imizdan bizni yolg'iz qoldirarsan. Hech qachon ketishni nazarda tutganman. To'ydan keyingi vaqtni aytgandim. So'nggi vaqtgacha mo'jizani umid qilyapsanmi? Ibrohim tekkizib gapirish mobaynida mazaxxonus kuldi. Qaydam? Ibrohim kulgusini yo'qotmagancha qoshlarini yuqoriga ko'tarib qo'ydi. Mayli, xullas kelishib oldik. Ortiq uni oldida bir-birimizni o'ldirmoqchi bo'lgan telbaraldek yov qarash qilmaymiz. Emir javoban bosh chayqadi. So'ng Ibrohim ortiga o'girilib, ichkariga kirib ketdi. Bu vaqtda Emirning yuzi sekinlik bilan o'zgardi. Ich-ichidan qanchalik og'riqni his qilayotganini faqat o'zi va Alloh bilardi. Ammo u bularga loyiq. Boshidan qilgan xatolari tufayli Denizni yo'qotdi. Unga azob berdi. Endi esa baxtli bo'lish vaqti kelganda yana hammasini barbod qilyapti. Bu Denizga nisbatan nohaqlik ekanligini anglagan Emir ortiq unga nisbatan xudbinlik qilishni istamadi va shunchaki qo'yib yubordi. Ibrohim o'zidan mamnun holda ichkariga kirarkan, ikki qiz allaqachon dasturxon atrofida ishtaha bilan ovqatlanardi. Ular orasida Denizni ko'rmagan yigit yuqori qavatga chiqdi. Shu vaqt zinada o'tirib, non orasiga kabob go'shtini solib, sarimsoq yeb o'tirgan qizga ko'rarkan, na kulishini va na hayron qolishini bilmay qoldi. Ayni damda Deniz uning ko'ziga juda yoqimtoy va chiroyli ko'rinardi. Nega bu yerda o'tiribsan? Ahmoqlar davrasida o'tirishga ta'bim xiralik qildi. Emir jilmayib qo'ydi. U Denizni jimgina ovqatlanishini kuzatarkan, jilmayishi yo'qolmadi. Deniz og'zidagi go'shtini chaynagancha miyasida aylanib yotgan savolni berishga qaror qildi. Emir bilan nima haqida gaplashdingiz? Ibrohim bir zum qizga tikilib turdi-da va ko'zlarini uzmagan holda davom etdi. Emirbey bilan o'rtamizdagi katta muammoni madaniyatli insonlardek hal qilib oldik. Muammo? Meni nazarda tutyapsanmi? Shunday desa ham bo'ladi. Deniz unga qaradi. Ibrohim esa davom etdi. U ortiq sen bilan o'rtamizga tushmasligini aytdi. Deniz jim bo'lib qolgach, Ibrohim qo'shimcha kiritishga qaror qildi. Aytishi bo'yicha yaqinda chet elga ketarkan. U yerda o'zi oldindan tanigan qiz do'sti bor ekan. Ibrohim silliqqina gaplari orasiga yolg'onni tiqib yubordi. Denizning yuzi hayrat va qandaydir tushunib bo'lmas ifoda qotib qolgandi. Ibrohim buni payqadi. U senga hech qachon sen unga his qilgan sof tuyg'ularni his qilmagan. Deniz bu gaplardan keyin qo'rqib ketdi. Chunki Ibrohim doim Deniz tan olishni istamagan ovoz chiqarib aytishidan qo'rqadigan haqiqatni yuziga aytgandi. U senga arzimaydi.
Qizning sochlarini qulog'i ortiga o'tkazgan Ibrohim qat'iy ohangda gapirdi. Shu sababli ham men va o'zingga imkon ber va barchasini ortda qoldir. Tushundingmi? Deniz indamay o'rnidan turib, yuqori qavatga chiqib ketdi. Ibrohim ham uni yolg'iz qoldirish kerakligini anglab, indamay zinada o'tirgancha tirsaklarini tizzasiga qo'ydi. Hechqisi yo'q, yashil ko'zligim. Bir kun o'sha ko'zlaring faqat meni ko'rishni boshlaydi. Ibrohim o'ziga o'zi jilmayib qo'yarkan, telefonda otasiga xabar jo'natdi. Dada, to'y uchun tayyorgarlikni boshlayvering. Umarbeyga aytish shart emas. Hozirdan hammasini taxt qilib qo'ymoqchiman. Xabarni jo'natgach, xotirjam o'rnidan turdi. Bu vaqtda Xazan ularning suhbatini yashirincha eshitib, hayratdan qotib qolgandi. Deniz akam bilan don olishib yurganmidi? La'nati, onasi kabi suvg'oyoq. Bu ishni shundoqligicha qoldirmayman. Alam bilan qo'lini musht qilgan qiz devordan Ibrohim sezmasdan avval uzoqlashdi.